Azizlarim, mana bugun Angrenda Yangiobod sanatoriyasiga kelib, mana shu dam oluvchilarga meni taklif qilishgan ekanlar. Albatta keldim, ko'rdim birinchi marta. Juda ham go'zal manzara, juda ham go'zal ob-havo. Bunaqa ob-havo, bunaqa manzarada kelib davolanishni o'zi, dam olishni o'zi bu katta baxt bo'lsa kerak. Men o'ylayman, shunaqa chiroyli maskanlarni qurgan barcha tadbirkor akalarimiz, do'stlarimiz sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Har doim yurtimiz tinch bo'lsin. Xalqimiz mana shunaqa kelib chiroyli joylarda dam olib, mazza qilib, yana kelib qaytib dam olaman degan niyatda qaytib ketsinlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Juda ham xursandman. Men juda ham mazza qildim bugun. Ancha kundan buyon to'g'risi charchagan holda yuruvdim. Bugun kelib mana shu manzarani ko'rib, bu ob-havoni ko'rib, men charchog'im umuman butunlay chiqib ketdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishganda ko'rishguncha.